Qish tugadi, bahor keldi, qurilish sezoni boshlandi. Uyingiz chiroyli qilib ko'tartirsiz, lekin mana shunaqa sho'rlayapti, devoringizni bunday qilsiz, ya'ni sho'ringiz tushib ketyapti. Har xil narsa qildik, suvoq qiluvdi, suvoq evaziga sevgi plyuslarni yozib tashlashyapti, yurakchalar bilan urinib ketyapti. Uyingiz nima qilishni bilmaysiz. Mana sizga yechimi 20 yilga garantiya beriladi. Luboy devorga, sho'rlaydigan, zanglaydigan devorga ham qilaverasizlar, super mo'yshi bo'ladi. Buni ya'ni travertin bilan adashtirmaysizlar, do'stlar. Marmarino mahsuloti Kartamiro fasonda akalarimiz 1,5 ming kvadrat metrga chiroyli qilib berishgan. Eng qizig'i ushbu ishlarini atiga 25 kunda cho'tka qilib berishgan. 1 kvadrat metrning narxi 100 ming so'm bo'ladi. Agar menga travertin qilib bersalar, travertin kvadratini 90 ming so'mdan qilib berishar ekan. Undan ham yaxshi tomoni do'stlar, baqa keladigan bo'lsangiz operator, undan ham yangiliklarni chiqarib berishdi. Hamma Milano deyishardi, bular Milanosini chiqarib berishgan. Yangi zo'r bo'ladi. Eng qizig'i bu tabiiy marmardan yasalgan, ya'ni tabiiy toshlardan bo'ladi. Buni ham garantiyasini 20 yilgacha berishar ekan. Buni kvadrati 13 dollardan bo'ladi. Bu narxlar ichida O'zbekiston bo'ladi, dastavka, ustanovka, servis, o'lchash hamma yo'g'i mutlaqo bepul bo'ladi. Agar Ramazon oyi qildiraman desalar, do'stlar, mutlaqo bepulda lesa xizmatlarini ham qo'shib berish ekan. Bunaqasi O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Zakaz berish akalarimiz nomerlarini pastga qoldirdik.